mahalla yettiligining xulosasiga asosan ushbu oilalar ham kambag'allik chegarasidagi oila toifasiga kiritilishi mumkin bo'ladi. Reyestrga kirish uchun belgilangan tartiblarimiz bor, ya'ni murojaat qilish tartibi. Ijtimoiy reyestrga kirish bo'yicha ariza berdi, lekin uni arizasi rad etildi. Aynan mana shu holatda fuqaro qanday yo'l tutishi mumkin? Ijtimoiy iqtisodiy ahvoli yaxshilangunga qadar oila o'sha reyestrda bo'lib turishadi. Bola puli olish uchun hozir ijtimoiy reyestrga kirish majburiymi? Bitta oila farzandlari uchun bolalar nafaqasi olayotgan bo'lsa, u har bir bolasi uchun oladi. Agar fuqaro aliment to'layotgan bo'lsa, to'lovchiga ushbu aliment to'layotgan pul daromad hisobida hisoblanmaydi, ya'ni chegirib tashlanadi. Qaysi mamlakatda migrant bo'lganiga qarab ularga daromad hisoblanadi. Masalan, bu yerdan bir oyda 100 million daromad oladigan bo'lsa, u yerda masalan 10 million, 20 million olishi mumkin. Davlat ta'minotidagi oila toifasiga kirgan oilalarimizga nafaqa to'lovlari uzluksiz davom ettiriladi.